Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana sizlarga navbatdagi darvozalarimizni birma-bir obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozalarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, bu darvozamizning razmeri eni 3.30 ga, balandlik 3.40 razmerda bo'lgan high-tech fasondagi darvozamiz. 2 qavatli bo'lib, profillari 6 ga 4, listlari 2lik listda bo'lgan. Kraskalari o'sha mokriy asfalt gelka kraskadan chachilgan. Ko'rishlaring mumkin, ideal holatda tayyor bo'lgan. Nejvinkalar qo'yilgan. Zamoklarimiz zubur zamok. Mana shunday holatda. Sizlarga yana navbatdagi darvozamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz ham high-tech fasondagi darvoza bo'lib, 2 qavatli. Stoykalari shivillerdan bo'ladi. Taglari ham shiviller. Tepalari mana bir qavatli tepasi setkali. Listlariga keladigan bo'lsak, 2lik listlari. Profillari 6 ga 4, 2lik ssenada bo'lgan. Bunga ham nejvikalar qo'yilgan, faqat bunga oqidan qo'yilgan mana. Soplari ham qo'yilgan. Zamoklarimiz har doimgidek zubur zamokdan qo'yilgan. Mana bu joylarimiz qalinlikdan bo'lgan, mana 2 qavatli. Mana shu ko'rib turgan joylaring 2 qavatdan bo'lgan. Tepasi setka. Bu darvozalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab 1.200.000 so'mdan tayyorlab beramiz. Voha tomonlarga kelishilgan holatda tayyorlab beraveramiz. Aziz obunachilarimiz, sizlarga yana bir bu tomondagi darvozalarimizni ham obzorini ko'rsatib o'tamiz. Mana navbatdagi bu bir arkali darvozamiz. Bu darvozamizda listlari 1 qavatlik, 1.3lik listda bo'lgan. Sharmarka fasondagi darvozamiz. Bu darvozamiz eniga 3.50, bo'yiga 3.30 razmerda tayyor bo'lgan. Sharmarka fasondagi darvozamiz. Bu darvozamizni kvadrati vodiy bo'ylab 900.000 so'mdan tayyorlab beramiz. Voha tomonlarga kelishgan holatda tayyorlab beramiz. Mana bu navbatdagi darvozamiz, bosma darvoza, shtampovkali listli setka darvoza deyiladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu darvozamizni ham kvadrat metrini 700.000 so'mdan tayyorlab beramiz vodiy bo'ylab. Biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani sentrdagi bozor, katta bozordan obzor qilib sizlarga ko'rsatyapmiz. Kimga shunday chiroyli, sifatli, qalin darvozalar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldiramiz. Behijolat telefon qilaverasizlar. Aziz obunachilar, hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.